Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Tövende sizlerle bir qancha doktorlarni ortaklaşmakçıyım. Tönögün Dünya Hukuku'nun reisi liderimiz Rabia Kadir Hanım Gollandiyada açılmakçı boğan Ali Kengeş bilen Favqulodda Qurultayni birleştirishden ibaret bir çağırıqni, samimiy bir çağırıqni oturup koyuptu. Bu hakikaten bir rehberge mos keladigan samimiy bir çağırıq. Bununla elbette hemimiz avaz qo'shishimiz kerak bo'lgan bir dana fikir. Ama bu ne? Keşke Ali Kengeş çağırışqa 8 gün qolganda emas, mushu Dünya Qurultayı içinde yüz bergen kriz başlangan vaqtda va undan keyin en azından bir ay, bir yarım ay ilgari mushundaq bir fikir çağırıq oturup qo'yilgan bo'lsa, bu texmi yaxshi, texmi qanoatlanarli bo'lgan bo'ladi. Bugün bu Ali Kengeşni açıdığanga 8 gün kaldı. 8 günün içinde Dünya Qurultayının Favqulodda Qurultayni çağırış vaqt jihatdan, reallik jihatdan mümkün bo'lmaydigan bir hadise. Çünkü Dünya Qurultayidek xalqarалық bir teşkilatның 8 gün içinde bir qurultay çağırıp, onun içindeki meselelerini hal qilish, saylam berish, nizamnameler tuzgish, yani tayyorliksiz elib berilgan bir qurultay bo'ladi. Onun qurultay yani meselelerini hal qila oladigan bir qurultay bo'lanmaydi. Şu sebepten hazır bu qurultayni Ali Kengeşni açıdığanga 8 gün kaldı. Ama Dünya Qurultayı mening bilishimcha daimiy komitetining mutlaq ko'p sondagi a'zolari hozirgacha bir taklifnoma olgan yo'q. Masalan, men Dünya Qurultayının baş katibi, hatta şu tayyorlik komitetining Ali Kengeş tayyorlik komitetining bir a'zosi bo'lgan bo'lsam-mu, ama hozirgacha men bir chaqiriq olganim yo'q. Ama oylar ilgari bu chaqiriq Türkiye'ye, dünyanın başka yerlerdeki başka vatandaşlara yetip bağlan. Demek, bundaq bir şaraitin yüzüde bu Ali Kengeş bilen qurultayni birga echish reallikdan çekmegen bir çağırıq. Ama alijanab bir çağırıq. İkinci mesele. Bu Favqulodda Qurultay meselesi hakkında bazı tushunchalarni berish to'g'ri keladi. Bu Favqulodda Qurultay qandaqdir tuyuqsiz bir yerdan paydo bo'lib qolgan narsa emas. Bu xabaringlar bo'lganidek 5 ayning 23 kunisi Dünya Qurultayı Tadqiqot Merkezi'nin müdiri Doktor Erkin Ekrem bilen muavin reisimiz Ömer Kanat'ın vazifesinden elip taşlanganlığı münasibetle başlangan bir kriz. Aslında bunu bir kriz işkin bulmaydı. Teşkilatlar içinde ondak hadisler buludu ama bunu teşkilatların içinde iki kısımda meselelerini tekşürüp hal kılış mümkün. Ama bunu bazı insanlar sebeplik ya maksatlik ya maksatsız torbetlerge, sosyal medyalara çıkış arkalık bu bir kriz yaratıldı. Bu kriz çıkandan keyin reisimiz Rabia Kadir Hanım bu krizni hal qilish için bir teklif layihasi sundu. 2 maddelik bir teklif layihasi sundu. Bu layihaning birincisi de ayrım teşkilat kurup çıkıp ketish, ikinci layihasi de Favqulodda Qurultay çağırış. Hiç kim Dünya Qurultayı parçalaşını xalamaydı. Hiç kim ayrım bölgünçilik qilishni xalamaydı. Bunun için biz Dünya Qurultayının rehberleri Rabia Kadir Hanım'ın bu teklifini müzakere qilib, en ahırda B layihasini, yani Favqulodda Qurultay çağırıp bu krizni hal qilish layihasini qo'shildik. Endi bu Ali Kengeş etish meselesi 4 ayning 5'ida Dünya Qurultayı daimiy komiteti a'zolarining qatnashishidan elingan bir karar. Biz bu karar elinganda bütün gücümüz bilan bu Ali Kengeşni etish uchun harakat boshlagan. O vaqt o'tirdi bir kriz yo'qdi. Hamma ish normaldi. Ama aradan bir ay, bir yarım ay o'tgan vaqtda tuyuqsiz bir kriz chiqdi. Demek bu kriz davom qilayotgan vaqtimizda bir Ali Kengeş etish, bu orqali vatan millat munosabatli masalalarini sog'lom muzokara qilish, buning imkoniyati bo'lmaganligi sababidan 6 ayning 11 kunisi Rabia Hanım'ın riyosatchiligida Dünya Qurultayı daimiy komitetining yig'in chaqirildi. 15 kishi qatnashdi. Bu yerda 4 kishi bu daimiy Ali Kengeşni davom qildirish fikrida turdi. Qolgan 11 kishi bu Ali Kengeşni orqaga surish, oldi bilan Dünya Qurultayidagi mavjud problemni hal qilish ve xalqimizga ishonch berish, Dünya Qurultayının xalqimiz qalbida biraz zedlangan obrazni qayta tiklash, ondan keyin asaq bu qurultayning Ali Kengeşning texmi foydali bo'ladiganligi o'tirib qo'yildi. Ama qarorni e'lon qilish masalasida bir qancha kun yana o'ylanishga to'g'ri keldi. Ondan keyin 6 ayning 22 kunisi ikinci qatimliq daimiy komiteti chaqirildi. Buningga 14 adam qatnashdi. 14 adamdan 13'ü
bu kararını Ali Kengeşini amaldan kechiktirish ve favqulodda qurultay chaqirish, Rabia Hanım'ın teklifini qabul qilish qarori qabul qilindi. Shu munosabat bilan favqulodda qurultay chaqirish masalasi o'tirg'i chiqdi. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lganimiz, bu boshqa yerdan paydo bo'lib qolgan tuyuqsiz bir narsa emas, balkim Rabia Qadir Hanım'ın o'zining taklifiga asosan elingan bir qaror. Endi bu yerda yana bir masala bor. Şimdi Dünya Qurultayı içinde bu krizler çıkkandan keyin bizning masalamiz Dünya Qurultayı xalqaro bir tashkilot, Germaniyada engelingan bir tashkilot. Bunda bo'lgandan keyin bizning qo'limizga mundaq bir agalandirish xatlari keldi. Advokatlarimizdan, do'stlarimizdan Dünya Qurultayıning qurilish maqsadlaridan uzoqlashib ketib qolgan ba'zi nizomnoma xilof harakatlarning bo'layotganligi haqida agalandirish xatlari oldik. Demak, bu narsalarning hammasini tamoman hal qilish uchun bu favqulodda qurultay chaqirish zaruriyat tug'ildi. Endi uchinchi masala, biz ko'pchilikning diqqatiga taqdim qilganimiz. Biz bu qurultay yuqorida o'tgandagidek favqulodda qurultay chaqirish masalasi Rabia Hanım'ning raisimizning taklifi bilan elingan bir qaror bo'lsa-mu, ama bazı insonlarimiz torbetlarda, WhatsApp'larda bizni avtonomiyachi bilan, bölgünçilik bilan, hatta munofiqlik bilan har xil shaklda qaralashlarga, haqoratlashlarga uchirdik. Shuni deb qo'yishdan uygun ko'raman. Biz sepi o'zidan vatanparvar va millatchi, mustaqilchi. Hech kim bizga avtonomiya deydigan bu qalpoqni kiydirishga tirishmasin. Shaxsan men 17 yosh vaqtimdan boshlab Sharq Turkistonda 1985-yili Zimiston qishda boshlagan ashu namoyishda bir askar bo'lib ko'chaga chiqqan Xitoyga qarshi. 88-yili 6-oyning 15-kunisi pish-pish issiqda Temuzda ko'chaga chiqib Xitoy hukumatiga qarshi ikkinchi qatimliq namoyishni boshlatgan necha ming o'quvchi aqamga erishib bu namoyishni qilgan. Ba'zi insonlar o'ylab qolgan o'xshaydi. Xuddi chet elga chiqib, NDD'ning pulidan keyin inqilobchi bo'lgan. Bugun Xitoy meni butun dunyoda tutish buyruqi chiqaryapti. Terrorist deb e'lon qilyapti. Interpolda tutish buyruqlari va qo'limda German pasporti bo'lishiga qaramay, dunyoda nurg'ulg'an davlatlarga borolmaymiz. Buning bedeli avtonomiyachi bo'lmasi kerak herhalde. Bu fidokorliklarni, bu bedellarni to'lash bedeliga avtonomiya erish bizning maqsadimiz bo'lmasi kerak herhalde. Shunga biroz vijdonimizdan gapirish to'g'ri keladi. Yana bir masala haqorat, shikoyat, ojizlikning alomati. Biz hech kimga haqorat qilmadik, ammo ba'zi qarindoshlarimiz hayajonga berilib bizga haqoratlar qilyapti. Yaqinda WhatsApp gruplarida Putinning 5 Myunxenda München, Germaniyaning München shahri Putinning haqoratning, bölgünçilikning, munofiqlikning markazi deganda gaplarni taqib yuribdi. Biroq qo'limizda vijdonimizni qo'yib boqaylik. Dünya Qurultayıning markazi bo'lgan bu Germaniya va bu Germaniyadagi qarindoshlarimiz bugun Dünya Qurultayı mavjud bo'lgan bo'lsa, mushu Germaniyadagi qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy fidokorlik bilan oyoq tutgan. Bugungi davomlashtirib kelgan. Germaniya inqilobning markazi, Dünya Qurultayıning markazi, G'arb dunyodagi da'voning markazi, hargiz Putinning markazi emas. Tunji qatim 1990-yili G'arb dunyosida Yevropa Sharq Turkiston birligi mushu Germaniyada Myunxenda qurilgan. 1996-yili Dünya Uyg'ur yoshlar qurultiyi mushu Myunxenda qurilgan. 1999-yili Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi dal mushu Myunxenda qurilgan. 2004-yili Dünya Uyg'ur qurultiyi dal mushu Myunxenda qurilgan. Demak, bugun Myunxen G'arb dunyosidagi muhojiratdagi Sharq Turkiston davosining markazi. Shuningga bu Myunxenda mushu faoliyatlarning, mushu da'voning markazi bo'lib turishiga mushu Germaniyadagi qarindoshlarimiz, mushadagi vatanparvarlarimiz, ba'zilar atagandek atalmış fitnaxo'rlar va yoki bölgünçiler emas, shular birlikchi, vatanparvar va millatparvar bo'lganligi uchun bugun mushu da'voning markazi bo'lib keldi. Shuningga bu masalaga kelgan vaqtimizda butun qarindoshlarimizdan vijdonimizni qo'limizni qo'yib turib, paraq qilishni orzu qilamiz. Eng oxirida men bu yerda rahbarimiz, raisimiz Rabia Qadir Hanımni 8-oyning 25-27-kunisi Myunxenda o'tkazilgan. O'zining talebi bilan o'tirg'i chiqqan mushu favqulodda qurultayga
qatnashishni to'liq arzu qilamiz. Biz Rabia Hanım bizning reisimiz. Bizning liderimiz. Reis teşkilatlarning reisi 3 yilda, 4 yilda, 2 yilda alınışı mümkün. Ama lider o mengülük buludu. Bir milletke lider 50 yılda 100 yılda bir kıtım keldi. Biz Rabia Hanım'ni milli davanımızdan ebedi lider kılışını xalaymiz. Rabia Hanım'ni herkes mi başqalar aqsı ötüvelip 3-4 yıllık reis kılıp onun dinkin uzutup koyduğun şekilde emas. Biz Rabia Hanım'ni mengü milli davayımızdan lideri bulup tikilişini arzu kılımız. Bizden gayemiz bu. Bu cihetteki işençimiz ve arzuyumuz şu. Ben en ağır şunu işlemen ki reisimiz, annemiz Rabia Hanım, siz 2005 yılı teki dünya kurultayı reis bulmağa vaktinizde muşu işhanıda, muşu München'da sizge dünya kurultayının rehberleri, Uygur halkının manevi anisi, Uygur milli hareketinin rehberi, lideri diyen namını mişedi belgen. Ve şunun dinkin siz bugün öksüzü dep atıgan, başkalar onu bölgünçü, hıyanetçi, münafık dep ataptı ama siz nay çıraylık şekilde öksüzü dep atapsınız. Siz köp rahmet. Siz atıgan öksüzçiler, ameliyat öksüzçiler emez. Siz turmudun çıkıştın burun, resimlerinizden boyunları esip, Rabia Kadir erkillikte, bugün hut diye ilan toqtığı erkillikte vakrıgan, sizni dünyaya konutkan insanlar. Ve siz çıkandan keyin etrafınızda pervanı bulup, siz atıgan 11-12 generalım deyttiniz. Sizin şu generalınız bulup, şu davanı dünyaya konutkan insanlar. Bugün yani sizni liderinizde bilimiz ve şu kurultayda yani sizin lider de üstümüzde körüşünü halayımız. Şunun en ahırda ben yurttaşlarımızga şunu deymen ki 8. ayının 25'i 27'si buluduğun bu kurultayını biz Rabia Hanım bilen kol kol tutuşup Muşu München'de Xitayga ecellik zerb bereleydigan dostumuzni küldüreleydigan bir kurultay kılıp hatim verimiz. Çok rahmet.